qilamiz. Biz Agrobankdan keldik. Sizlarga kredit mahsulotlari bo'yicha tushuncha bergan keldik. Mahalla loyihasi bo'yicha hozir bizda 5 yil muddatga 50 milliongacha o'zini band qilib turib kredit olsangiz bo'ladi. Foizi 25% yillik. Faqat bunga kafil kerak bo'ladi. Keyin 312-qaror bo'yicha tadbirkorliklar bo'lsa, guvohnoma olingan bo'lsa, davlat xizmatlar markazida guvohnoma olinganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa, shuni bizda bankda hisob raqam ochib turib, yo'nalishi bo'yicha kredit olsangiz bo'laveradi. Foizi buniki erkaklarga 21%, ayol tadbirkor bo'lsa 19% olsangiz bo'laveradi. Yo'nalishdan kelib chiqib 100 milliongacha sug'urta polisi bilan olsangiz bo'laveradi. Bunga kafil kerak bo'lmaydi. Faqat o'sha ishni qilishlar kerak. Nima yo'nalishda olmoqchi bo'lsa, o'sha qilsangiz bo'ladi. Yo'nalishga qarab turib berilaveradi. Faoliyat o'zi bor bo'lsa, kengaytirishga yana olsangiz bo'laveradi yoki yo'q bo'lsa, yurgizgani ham joylaring bo'lsa, misol o'sha joyda yoki xonadonda kadastr bilan kadastr raqami bo'lsa, qilib berilaveradi. Keyin 17 milliongacha mahalla biznes ko'mak kreditimiz bor. 25% bu ham. Buni ham kafil bilan olsangiz bo'laveradi. 5 yil muddatga bu ham muddat hammasi o'zini band qilib turib kredit olib turgan odam kafil topib beradi. Ish haqi bo'lmasa pensiya bo'lsa ham bo'laveradi. Yosh chegarasi bor. 70 erkaklarga, 75 ayollargacha bemalol kafil qilib olsangiz bo'laveradi. Hozircha mahalla bo'yicha mana shunaqa kreditlarimiz bor.